Pastki qavatdan ipotekaga uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor 19-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan 1-qavatda joylashgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi, ko'rib turganlaringdek o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari bilan. Bu yoqda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, bu yoqda bolalar xonasiga o'zgartirib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek, bu yoqda ham 2 kishilik katta kravatlardan romlar alishgan. Uyimiz 4 qavatli binoni 1-qavatda joylashgan. Balkonimiz 1,5 ga 3 bo'lgan balkonni oshxonaga o'zgartirib, kerakli barcha mebel va texnikalarni yaxshisidan qo'yib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek sifatlisidan. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham did bilan ta'mirlab qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek barcha detallarga alohida e'tibor bilan. Glavniy eshikdan kirib kelish. Yo'lda stroyni shkaflari, veshilkalar, eshiklar alishgan, montaj ishlari bo'lgan. Razdельный sanuzelimizda hojatxona qismi. Uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 19-kvartal WhatsApp chorrahasida joylashgan 4 qavatli binoni 1-qavatda joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan 76 ming AQSh dollar xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni naqd ipoteka orqali xarid qilsangiz bo'ladi.